Do'stlarim, men umrimda futbol kuzatgan qiz emasman, lekin men o'ylayman, oxirgi kunda Instagramda video qolmadi. Men ko'rmagan. To'g'risi, hozir videolarni ko'rib ichimda shunaqa faxr tuyg'usi ko'payib ketyapti. Nafaqat bizani davlatda o'zimizdagilar, balki chet elliklar ham qo'llab-quvvatlayotganini ko'rish, bu juda ham menda faxr tuyg'usini kuchaytirib yubordi. Kolumbiya bilan o'yinda har xil haterslik kommentariyalarni ko'rib, to'g'risi xafa bo'ldim. Bizani FIFA jahon chempionatiga chiqqanimizni o'zi katta g'alaba. Hozir keyingi o'yinda bizani o'yinchilarimizga juda ham katta podдержка kerak. Agar sizlardan yaxshi gap chiqmasa, yomon gap ham gapirmanglar. Har bitta gapinglarni futbolchilarimiz ko'radi. Qanoatlantirishinglar, ya'ni xursand qilishinglar mumkin, qanot berib yoki bitta gap bilan yana ham tushirishinglar mumkin. Kelinglar, o'yin boshlanishiga bir necha kunlar qoldi. Maksimalni podдержка qilaylik davlatimizni. Xudo xolasa, Portugaliya bilan o'yinida men ham boraman. Shaxsan borib o'yinni tomosha qilib, podдержка qilaman. Sizlarga videolar ko'rsatib borishga harakat qilaman. Olg'a O'zbekiston!